Endeki mavzu liksimizden hürmetlik vatandaşım zor buruluş. Ündeş. Amerika Cungo'ga herkes bir gözünü açıp bir gözünü kısıp karap durmaydı. Mavzula haber birinci ayın 28. gün vermiyor beti ilan kılındı. Haber mundak başlar. 20 yıldan keyin tunji qatam Davos yig'ini qatnashgan Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump ikki xabarda ba'zi jumlalar takrorlandi, lekin ikkisi ikki vaqtga to'g'ri kelgan xabarlarmi? Maydonga chiqish bilan kishilarning diqqatini o'ziga tortdi Davos yig'inida. Bo'libmi Amerika avvaliy afzal siyosatini targ'ib qilib, Jungoni planliq iqtisod egiligini ishlatib, dunyoning savdo tartibini bulanch xarakterda qalaymaqon qilishga endi hargiz yo'l qo'yilmaydi deb qattiq tanqid qildi. Bu xil bulanch xarakterli savdo qilish bozorini burmiladi. Bir ko'zini yumib, bir ko'zini qisib qarab turg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Prezident Trump bu Trump'dan bu notga Amerika'nın Cungo'ga savdo urushi xitobnomasi e'lon qilganlikdir deyishdi anglag'uchilar. Prezident Trump vazifa o'tirgandan keyin ideologiya sohasida Janubiy dengiz, Jungo savdosi qatorliq masalalarda o'zini tutib olib, Amerika-Jungo munosabati bir mazgil shirin aylanib boshdan kechirgan edi. Lekin 2017 yılının ahiriga yetib kelganda Prezident Trump Jungo'ga arqa-arqadan qiyinchilik tug'dirdi. Çavşan meselesida avvali Jungo Amerika hamkorlashib, Çavşan meselesini hal qilishini ta'kidlagan. Prezident Trump tuyuqsiz Çavşan urushi mezgilida Birlashma Armiya qatnashgan davlatlar bilan Kanadaning Ottawa shahrida yig'in ochib, 1-oyning 15-kuni Jungo bilan ochadigan Çavşan yadro qurollar yig'inini chetga qo'ydi. Janubiy dengiz Amerika harbiy parxodlari 1-oyning 17-kuni Xonyandagi 12 dengiz militskirlab kirdi. Savdo masalasida Prezident Trump Jungo'ga intayin zo'r jazolash yurgizganligini o'ylashadiganligini jakarladi 1-oyning 17-kuni. 2017 yıl 12-ayning 18-kuni Prezident Trump hukumati davlat bexatarligi strategiyasi e'lon qilib, Jungoni umumyuzlik raqobatchi davlat qatoriga qo'ydi. Yuqori alomatlarga qarab Amerika-Jungo munosabatining yuqoridan tuvanga so'rilib tushganligini ko'rgan kishilar endi ansirashga boshladi. Prezident Trump harbiy orkestr sadosi ichida xalqaro Davos yig'ini maydoniga kirib keldi. Bu alomat gapgina, hurmatli vatandoshlar, bu qatim Prezident Trump harbiy orkestr sadosi ichida xalqaro Davos iqtisod yig'ini maydoniga kirib keldi. Yig'inning bundoq boshlanishi Davos qishliq xalqaro iqtisod yig'inida asla ko'rilib boqmagan bir ish edi. Qisqasi Prezident Trump Davos xalqaro iqtisod yig'inining yulduziga aylandi bu qatim. Hozir Beijingda matbuotlar nima deyotdi? Bu qatim ochilgan Davos yig'ini 1-oyning 23-kunidan boshlab o'tgan yili 1-oyning 23-kuni Rais Xi Jinping sizib bergan ramka bo'yicha davomlashyapti. Ko'rdingizmi? Oy, vatandoshim, ko'rdingizmi? Yolg'onchilik bilan muttahamlikni ko'rdingizmi? Bu qadim Prezident Trump asla ko'rilib boqmagan bir ish edi. Basa harbiy orkestr bilan maydonga kirish. Qisqasi Prezident Trump Davos xalqaro iqtisod yig'inining yulduziga aylandi. Amerika avvaliy afzal siyosatini ta'kidlagan bo'lsa-mu, Prezident Trump hamkorlashga echib etilgan pozitsiya qo'llanib, erkin savdoni tashabbus qilib, yana erkin barobar savdo qilishni ham unutib qolmadi. Yani bu agar savdo tijoratning darvozasi echib etilgan ekan, senmi o'xshash, menmi o'xshash, adil va o'zaro manfaat yetkazish deganlikdir. Prezident Trump Davos yig'in do'stona va muloyimligini ko'rsatdi. Prezident Trump iqtisod masalasi Jungo'ga qiyinchilik tug'dirdi. Endilikda yana bir xabar. Oqsaroyda perdening orqasida turib Beijingni jazolash loyihasini ilgari surguvchi kishilar.
Mavzulu xabar 1-ayning 27-kuni Dovi Tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday başlar. 301 madda bo'yicha tekshirishda qanot yaydırıp, Jungoning bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilmay, yaqinda energiya, batareya taxtisi va kir olg'i qatorliq mahsulotlarga boj qo'yishni jakarlagan prezident Trump hukumati savdo iqtisod sohasida Jungoga borgan sari qattiq pozitsiya qo'llanishga boshladi. Aqsaray amaldorlari 1-ayning 26-kuni bunda qashqarildi. Prezident Trump Davos yig'inini oxirlashtirib, Amerika qaytib kelgandan keyin Jungoga jazolash xarakterli tadbir qo'llanishni o'ylashidir. Tez bo'lganda 1-ayning 30-kunidan burun e'lon qiladi. Bu Aqsarayda qattiq qo'llar yetakchi o'rinda turayotganligining natijasidir. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Aqsarayda qattiq qo'llarning taqobil turish tadbiri Prezident Obama davridagi o'xshash asosligi savdo sohasiga qartildi. Prezident Trump o'tirib qo'ygan Hindi Tinch okean strategiyasi iddisi o'xshashla savdo va bozorni davr qilishni o'z ichiga oladi. Prezident Trump xalqaro Davos yig'ini qatnashishdan burun Aqsaray 2018-yili Amerika Jungo savdo sohasida tayinlikni oshkorlaydigan bir yil bo'ladi deb aniq ko'rsatdi. Aqsaray shunday ko'rsatdi. Prezident Trump vazifaga o'tirgan kundan boshlab Amerika avvaliy afzal siyosiy va Amerika iqtisodiy bexatarligiga ko'ngil bo'ldi. Duch kelgan masala shu bo'ldiki, ya'ni Amerika Jungo o'ttirisidagi savdo tadbir farqi va qizil raqamga duch keldi.